Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qanamsiz qitinglar, ekranimiz bo'lsin. Xitoy Urumchida yangi tuzilgan adabiyot darsligi haqida yig'in ochdi. Xitoy yaqinda atalmış Junxo millati o'rtaq gavdasi eng bosh tema qilingan universitet til adabiyot darsligini tuzib chiqqan bo'lib, oldingi hafta Urumchida mazkur o'qishlik to'g'riliq maxsus yig'in ochilgan. Xitoy tashviqot organi Tangritog' to'rining aloqador xabarida bildirilishicha, 21-iyun atalmış Xinjiang universitetida atalmış Junxo millati o'rtaq gavdasi engini kuchaytirishga markazlashgan universitet til adabiyot darsligi to'g'risida muhokama yig'ini o'tkazilgan. Yig'inga Xitoydagi 33 universitetning tadqiqotchilari, asosliq o'qituvchilari qatnashgan. Bu bir yurish darslikni atalmış Xinjiang universiteti bilan Beijing til va madaniyat universiteti birlikda tarqatgan bo'lib, Xitoydagi ko'plagan universitetlar tuzishga qatnashgan. Xabarda mazkur darslikning an'anaviy darslik tuzish mantiqasini buzib tashlaganligi, tunji qatim atalmış Junxo millati o'rtaq gavdasi eng barpo qilishni yadroliq ramka qilganligi, kitobdagi 16 dars orqali atalmış territoriya echish, davlatni idora qilish qatorliq 16 temani yoritib berganligi, bu orqali o'quvchilarning til adabiyot o'rganish bilan birga atalmış Junxo millati o'rtaq gavdasi engini yetildirganligi haqida joriy Bildirilishicha, bu darslik bu yil kuzdan tartib Sharq Turkistondagi universitetlarda boshlamchilik bilan o'tilishga boshlaydi ekan va Xitoydagi barliq universitetlarda umumlashtirildi ekan. Sinli xabardagi ko'rinishlarda ma'lum bo'lishicha, mazkur darslikka ishg'oliyatchi Jallod Sozongtang haqidagi dars kirgizilgandan sirt, Xitoy oqqo'llarining Sharq Turkistonga ko'chib kelishi, Millatlar Ittifoqligi, Tang sulolasi davridagi madaniyat o'rtoqligi, yemak-ichmak, kiyim-kechaklardagi madaniyat uchrashishi qatorliq mazmunlar o'rin olgan bo'lib, Xitoyning ishg'oliyat tarixini, irqiy qirg'inchilik, assimilyatsiya qatorliq jinoyatlarini burmalash, pardozlash uchun alohida kuch chiqarganligini ko'rib olish tas emas ekan. Urumchi bilan Samarqand do'st shahar munosabati o'rnatdi. Xitoy Sharq Turkistonda Uyg'ur qatorliq turkiy xalqlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan bir vaziyatda, oldingi hafta Qozog'istonda o'tkazilgan 2-navbatlik Xitoy O'rta Osiyo boshliqlari yig'inida Urumchi shahri bilan O'zbekistonning Samarqand shahri do'st shahar munosabati o'rnatgan. Atalmış Xinjiang gazetining bu vaqtdagi xabarida Urumchi bilan Samarqandning 2023-yil avgust oyida do'st shahar munosabati o'rnatish fikri imzolaganligi, bu orqali ikki tarafning iqtisod, savdo, madaniyat, ma'arif, sayohat, sahiya qatorliq sohalardagi almashtirish va hamkorlikni ilgari surishni planlaganligi, bu qatimliq boshliqlar uchrashishida ikki taraf rasmiy tariqada imzo qo'yib, do'st shahar munosabati o'rnatganligi bayon qilingan. Xitoy xabarlarida ma'lum bo'lishicha, 1985-yildan hozirga qadar Sharq Turkistondagi har qaysi shaharlar bilan do'st shahar munosabati o'rnatgan chet el shaharlari 54 ekan. Buning ichida Urumchi shahrining 12 davlatdagi 14 shahar bilan do'st shahar munosabati bor ekan. Bu vaqtdagi jadvalda ko'rsatilishicha, navbatda Amerikaning 1, Kanadaning 1, Turkiyaning 1, Yaponiyaning 2, Avstraliyaning 1 shahrining Sharq Turkistondagi o'xshamagan shaharlar bilan do'st shahar munosabati bor bo'lib, qolganlari bo'lsa Rossiya, Iran, Pokiston, Belorussiya, Gruziya, Mong'oliya va O'rta Osiyo jumhuriyatlaridagi shaharlar ekan. Xitoy bu xil diplomatik usul orqali bir tarafdan zo'r iqtisodiy manfaatga erishsa, yana bir tarafdan Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini pardozlash, yushirishga urinmoqda. Halbuki yaqinqi bir necha yil mobaynida Xitoyning haqiqiy g'arazini tunib yetgan va irqiy qirg'inchilik jinoyatiga sukut qilmaslikni tanlagan Amerika, Yevropa va Turkiyadagi bir qism shaharlar Sharq Turkiston va Xitoydagi shaharlar bilan bo'lgan do'st shahar munosabatini amaldan qoldirgan. Trump Ironga o'ch olmaslik haqida tahdid soldi. Amerika Ironda 3 yadro aslahasiga zarba berganligini e'lon qilgandan keyin Amerika prezidenti Donald Trump Ironni har qanday o'ch elish harakati elib bormaslik haqida ogohlantirib, Amerikaning Ironda boshqa nishonlarga yuzlanganligini aytdi. Trump yakshanba kuni atiganda Oqsaroyda so'zlagan nutqida "Ya tinchlik bo'ladi yoki Iron uchun o'tgan 8 kunda ko'rganimizdan zo'r tragediya yuz beradi" deb tahdid soldi. Trump Amerikaning hujumlarini ajoyib harbiy muvaffaqiyat deb atab, Iranning muhim yadro beyitish aslahalari butunlay vayron qilindi dedi.
va Iranning amdi tinchlik o'rnatishi kerakligini, agar unda qilmasa, kelgusidagi hujumlarning texmi cho'ng va texmi oson bo'ladiganligini bildirdi. Amerikaning Ironda 3 yadro aslahasiga zarba berganligi ilgari surilgandan keyin BDT bosh kotibi Antonio Guterres bu xatarlik paytda qalaymaqonchilik girdobidan saqlanish intayin muhim. Harbiy hal qilish chorasi yo'q. Alg'a ilgirlaydigan birdan-bir yo'l diplomatiya, birdan-bir umid bo'lsa tinchlik dedi. Netanyahu Trumpning qarorini tabriklaydiganligini bildirib, tarix prezident Trumpning dunyodagi eng xatarlik hokimiyatni, dunyodagi eng xatarlik qurollardan mahrum qilish uchun harakatga o'tganligini xotirlaydi dedi. Iron tashqi ishlar ministri Abbas Arakchi yakshanba kuni bayonot berib, hujumni qattiq tanqid qilish bilan birga uni qabul qilg'ili bo'lmaydigan va ig'ir oqibatlarni keltirib chiqaradigan bir harakat deb atadi. U BDT nizomnomasining qurolliq hujumga qarshi qonunliq mudofaa huquqini e'tirof qiladiganligini ta'kidlab, Iranning javob qaytarish huquqini saqlab qoladiganligini bildirdi. Turkiya va BDT Damashqdagi cherkov hujumini aybladi. Turkiya Tashqi ishlar ministrligi va BDTning Suriya alohida vakili Suriyaning poytaxti Damashqdagi bir cherkovda yuz bergan odam bomba hujumini qattiq ayblab, terrorlikqa qarshi kurashda ittifoqlikni mustahkamlashga chaqirdi. Turkiya Ovoz radiosining bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, BDTning Suriya alohida vakili Geir Pedersen tunugun bu haqda bayonot e'lon qilib, Damashqning Duayla rayonidagi Mar Ilyas cherkovida ibodat jarayonida yuz bergan va fuqarolarning o'lish yaralanishini keltirib chiqargan hujumni terrorlik hujumi deb qattiq ayblagan va bu voqeaning to'liq tekshirilishi va mas'ul doiralarning darhol tadbir qo'llanishi kerakligini ta'kidlagan. Turkiya Tashqi ishlar ministrligi bu haqda bayonot e'lon qilib, bu hujumning Suriyani muqimsizlashtirish va ijtimoiy inoqlikni buzishni maqsad qilganligini bildirgan va Suriyaning egilik huquqi va birligini qo'llaydiganligini takrorlab, barliq kerakli yordamlarni beradiganligini va Suriya xalqining so'g'aqqanligiga ishonadiganligini ifodalagan. Suriya Sahiyya ministrligining bildirishicha, hujumda kam deganda 20 odam hayotidan ayrilgan, 52 odam yaralangan. Ministrlik Daesh terrorlik tashkilotiga qarashli bir kishining cherkov ichida o'q chiqargandan keyin o'zini qo'shib portlatganligini xabar qilgan. Ma'lum bo'lishicha, bu bomba hujumi Suriya Ichki ishlar ministrligining 26 mayda Damashq yezilarida Daesh terrorlik kuchlarining bayqalganligini e'lon qilib, bir necha hafta o'tgandan keyin yuz bergan. Asad hokimiyati og'dirilgandan buyon Suriya bexatarlik qismlari jinoyat, kishilik huquq dafsandachiligi va terrorlikqa chetishlik faoliyatlar bilan ayblangan kishilarga qarata zarba berish harakatlarini davomlashtirmoqda. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushu yerda oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmada ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.